Milyonlagan Uyg'urlarni qamab, sarxillarni yo'q qilayotgan Xitoy doiralari amdilikda madaniyat meroslarimizni dafsanda qilmoqda. Xitoy dunyo merosi hisoblanadigan 800 yillik masjidni dunyoning sukut qilishi bilan yiqib tashladi. Sharqi Turkistonning Xotan viloyati Keriya noyasidagi 1237-yili insho qilingan Heytigan masjidining 2018-yili boshlarida chiqib etilganligi o'tirg'i chiqdi. Avstraliyaning Melbourne shahrida Xitoyning Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi namoyish o'tkazildi. Avstraliyaning turli shaharlaridan kelgan Uyg'urlar va avstraliyaliklar bilan birga nurg'un Turkiya vatandoshlarimi bu namoyishga qatnashdi. Yana bir tarafdan İstanbul Fatih rayoni Sarajxona maydonida Sharqi Turkistonni tonishtirish haftaligi davomlashmoqda. Uyg'ur madaniyat va an'analarini tonishtirish maqsad qilingan rasm ko'rgazmasiga kelgan ziyoratchilarga polo ikram qilindi. Amerika bilan savdo urushi patqiqiga kirib qolgan Xitoy, Yevropa ittifoqi bilan savdo munosabatini kuchaytirishga tirishayotgan bir vaqtda, Donald Trampning bisimi ostidagi Yevropa davlatlari orasida Xitoyga qarshi o'rtaq bir strategiyaning bo'lmasligi diqqat tortmoqda. Xitoy davlat raisi Xi Jinpingning o'tgan haftadagi Yevropa ziyoratida 7 davlat guruhining a'zosi bo'lgan Italiyaning bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashishi Yevropa ittifoqida talash-tortishlarga yo'l ochdi. Italiya, Amerika va Yevropa ittifoqining qarshiligiga qaramasdan Xitoyning bu qurilishiga qatnashdi. Hamda ul aslaha, sayohatchilik, elektronlik savdo va energiya qatorliq sohalarda 7 milliard yevroluk kelishim imzoladi. Germaniya bo'lsa, Xitoy mablag' solg'uvchilarning davlatining sanoatiga salbiy ta'sir ko'rsatishidan va davlatining yuqori texnika sohasidagi afzallikning chet elga eqib ketishidan andish qilmoqda. İsrailiya baş ministri Netanyahu 9 apreldagi saylamda g'alaba qilib baş ministr bo'lib qolsa, Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi qonunsiz Yahudi o'ltiraq rayonlarini Isroiliyaga qo'shib etishni planlayotganligini aytdi. Seyşembe o'tkaziladigan saylamga eng chong ta'sir ko'rsatadigan o'ngchilarga qarta nurg'un va'dalarni bergan Netanyahu, mustaqil bir Falastin davlati Isroiliyaning mavjudligi uchun tahdiddir. Quddusni bo'lmaymiz, Yahudi o'ltiraq rayonlarini bo'shatmaymiz dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Rossiya askarlarining Venesueladagi mavjudligiga inkas qaytarishga tayyor ekanligini aytdi. Pompeo NATO Tashqi ishlar ministrlari yig'inidan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Rossiya askarlarining Venesueladagi mavjudligi va bu askarlarning chekinishi kerakligini qayta ta'kidlaganligini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Lavrov bo'lsa, Rossiyaning Venesuelada o'rinlashtirgan askarlarining va bularning ta'minotlarining qonuniy asosga ega ekanligini aytdi. Atatürk aeroporti bilan vidolashgandan keyin İstanbul aeroportidan tunji yo'lchilar aeroplani uchdi. Atatürk aeroportidan İstanbul aeroportiga to'shilishi sababli har ikki tarafda 12 soatlik uchishlarni to'xtatgandan keyin İstanbul aeroportida qaytadan uchish boshlandi. Atatürk aeroportidan ayrilgan oxirgi yo'lchilar aeroplani Singapurga uchdi.